Assalomu alaykum. Gap Time podkastimizga xush kelibsiz. Bugun maktabni ichkaridan ko'ramiz. Qoidalar ortida turgan inson bilan. Podkastimiz mehmoni maktabimiz direktori Isoqov Olimjon Ilhomjonovich. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Xo'sh, shaxsiy savollar bizni doim qiziqtirgan. Eng katta muvaffaqiyatingiz nima? Avvalambor bu loyihani men ko'rib tashkil qilganingiz uchun rahmat. Bu albatta maktabimiz uchun ham, o'quvchilarimiz uchun ham yaxshi bir motivatsiya bo'ladi deb hisoblayman. Muvaffaqiyatga erishgan, eng katta erishganim bu ham maktab direktori, ixtisoslashgan maktab direktori hamda tuman kengashi deputati bo'lganligim muvaffaqiyatga erishganim deb hisoblayman. Bunday muvaffaqiyatlarga hamma ham erisha olmaydi va bu muvaffaqiyatingiz siri nimada? Albatta har bir inson oldiga o'z maqsadini, g'oyasini qo'yadi. O'sha maqsad sari harakat qiladi. Ya'ni kim o'z ustida ishlaydi, teran fikrlaydi, to'g'ri, aniq rejalar bo'yicha ishlaydi, halol bo'ladi. To'g'rilikda muvaffaqiyatga erishish men nazarimda aniq. Biz sizni maktabimiz o'quvchilari bilan muvaffaqiyatning namunasi sifatida ko'ramiz. Lekin hammaning ham xatosi bo'lgandek, sizning ham hayotingizda xato bo'lganmi? Mening hayotimda albatta har bir inson hayotida xatolik bo'ladi. Men o'ylayman, xatolik o'sha ish jarayonimda yuz bergan bunday holatlar. Ya'ni kim bir paytlar shu yangi maktab direktori edim. O'sha payt 23 yoshimda deyarli respublikada eng yosh direktor edim. O'sha yangi direktorlik paytimda bir xodim majlis o'tkazayotgan paytimizda bir xodim shu kelib majlisni buzganda to'xtang, kutib turing, majlis tugasin, keyin gaplashamiz deb bir qanaqadir xatolikka yo'l qo'yganman. U xodim xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan xodim edi. O'sha majlis o'tkazayotgan jarayonimizda maktabga kelgan xodim edi. O'shanda keyin men aytishgan, sen nega u rayonani xalq ta'limi bo'limi xodimiga shunday munosabatda bo'lding degan. Keyin men uzr, bunday holat takrorlanmaydi deb shu yerda shu yo'lni tutganman. Bu xatodan qanday xulosa chiqargansiz? Bu xatodan shunday narsa chiqarganmanki, har bitta gapirishda, har bitta ish qilishda oldin o'ylab, shoshma-shosharlik bilan ish qilish kerak emasligini xulosa chiqarganman. Shoshma-shosharlik bilan qilingan ishlar bu yaxshi natija bermaydi. Unga har qanday ishda inson har tomonlama o'ylab, to'g'ri bir xulosaga kelgandan keyin u ishni amalga oshirish kerak. To'g'ri. Sizning hayotingizda ham katta burilish nuqtasi bo'lganmi? Balki hayotda juda ham har xil burilishlar bo'ladi. Siz uchun eng katta burilish qanday bo'lgan? Men uchun eng katta burilish o'sha yuqorida aytib o'tdim, 23 yoshimda maktabda informatika, matematika o'qituvchisi bo'lib ishlar edim. O'shanda maktabimizda birdaniga shu xalq ta'limi bo'limidan xodimlar kelib, rayon shu xalq ta'limi bo'limi boshliqlari, o'rinbosarlari kelib, meni o'sha paytda IU direktor etib tayinlab, hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari etib tayinlab ketishgan. Men kutmagandim bunaqa holat bo'lishini. Chunki u maktabimiz juda ham bir kichik kollektivga ega, jamoaga ega maktab edi. Bor yo'g'i 14 ta o'qituvchi, 15 ta bir texnik xodim bilan ishlar edik. Ana shunda meni shu qo'yib direktor etib tayinlab ketishgandan keyin men o'shanda nima desam ekan, direktor mas'uliyati borligini o'sha kunda his qilganman. Bir qator topshiriqlar berib ketilgan, maktab bilan bir chiroyli holatga keltirish, kollektivni tartib bilan tizimli ravishda boshqarish masalasi ana o'shanda menga paydo bo'lgan. O'sha menda o'zimning ustimda ishlash kerakligi, bugungi rejam ertangi kunda qanaqa natija berish kerakligini tahlil qilishni ana shu paytdan boshlaganman. O'zingiz aytganingizdek, direktor sifatida ancha yillardan beri faoliyat yuritasiz va bu ishingizda sizga eng yoqadigan jihati nimada?
eng yoqadigan jihati aytadiku, dunyoda insonlarga, ya'ni kim shu o'quvchilarga, umuman olganda insonlarga ilm, bilim berish bu avvalambor eng katta bir buyuk ishlardan biri hisoblanadi va albatta savobli ish ham hisoblanadi. Menga yoqadigan tarafi mana shu maktabda o'qiyotgan o'quvchilarimizga ilm olishlarida ustozlarimiz bilan birgalikda yordam berishligim, mana shu jihatlar yoqadi. Chunki ularda bilim olib xursandligini ko'rganimda men umuman bir boshqacha bir holatga tushib qolaman. Xursand, o'zim ham ulardek xursand bo'lib, juda ham bir mamnun bo'lib ketaman. Mana shu jihatlari menga yoqadi. Maktabimiz juda ham keng va talaygina o'quvchilar bor. Va maktabimizda siz eng ko'p e'tibor beradigan narsa nima? Men to'g'risi maktabga kelganimda albatta ertalab mana o'qituvchilar, xodimlar kelishadi, to'g'rimi? O'quvchilarimiz, ularning ko'zlariga qarashi o'zimga bir odat deb bilib olganman. Bunday qaraganingizda, demak qaysidir o'qituvchining ko'zi yonib keladi, qaysi o'qituvchi g'amgin keladi. Demak, bu o'qituvchida qanaqadir muammo bo'lgan degan o'y fikr xayolimga keladi. Yoki xodimda, bu xodimimizda qanaqadir muammo bo'lgan yoki bir o'quvchimiz g'amgin kelib qolishi mumkin. Qanaqadir muammo bo'lganligini men sezaman va albatta bartaraf etish uchun o'qituvchi va xodimlar bilan muloqotga kirishaman. Ularning bir qanaqadir kayfiyatini ko'tarishga yoki bir jiddiyroq muammo bo'lsa, unga yordam berishga harakat qilaman. Asosiy ko'proq e'tibor beradigan narsam shu. Nima deb o'ylaysiz? Sizni boshqa maktab direktorlari yoki umumiy direktorlardan ajratib turadigan narsangiz yoki jihatingiz nimada? Endi u jihatga keladigan bo'lsak, men o'zimga o'zim baho bera olmayman. Chunki qolgan direktorlar ham, qolgan hamkasblarimiz ham hammasi kuchli insonlar hisoblanadi, ustozlarimiz hisoblanadi. Albatta har bir insonni o'zini xarakteridan, tartib intizomidan kelib chiqqan holatda unga baho beriladi. Qolgan hamkasblarim ham juda ham kuchli, tajribali ustozlar hisoblanishadi. Men ulardan qanaqadir farqim bor deb men masalan o'zim hisoblamayman. Ular kuchli, tajribali ustozlarimiz deb hisoblayman. Xo'sh, agar barchasini qaytadan boshlash imkoningiz bo'lganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Endi yoshligimda diplomat bo'laman, tarjimon bo'laman degan bir o'sha maktab davrida 7-sinfdan boshlab 9-sinfgacha oralig'ida o'quvchilarda har xil kasbga qiziqish paydo bo'ladi. Aniq bitta kasbni ushlashi qiyin. Chunki bunga tajribali, malakali ustozlar dars bergandan keyin, darsni o'tib qiziqtirib o'tgandan keyin unisi birinchi qiziqishingiz so'nib, yangicha metodlar o'tgandan keyin, o'sha fanga qiziqtirgandan keyin ikkinchi kasbni tanlashga odamda tushuncha paydo bo'ladi. Va albatta kuchli ustozni mahoratiga bog'liq. Agar men boshqatalab shu jarayon boshlanadigan bo'lganda, nasib etgan bo'lsa yoki agar shunaqa bir vaziyat bo'ladigan bo'lsa, men albatta yana o'qituvchilik kasbini, direktorlik kasbini tanlagan bo'lardim. Juda ham xursandmiz. Sizning bolaligingizdagi maktab hayotingiz qanday bo'lgan? Bolaligimda maktab hayotim, men kichik epizodni aytib beraman. Boymaboyeva Qunzopa degan biologiya o'qituvchimiz bo'lardi. Juda ham bir qattiqqo'l, talabchan o'qituvchi bo'lardi. Shu ustoz fanidan doim bir 3 baholar olib kelardi. Lekin biz sinfda 5 bahoga o'qiydigan o'quvchilar, ya'ni sinfdoshlarimiz ko'p edi. Bir kun shunday voqea bo'ldi. Maktabda endi har xil sinfda, darsda har xil vaziyatlar bo'ladi. Orqada partada o'tirgan sinfdoshimga qarab o'sha kitobni olmoqchi edim. Nega orqaga qarading deb ustoz menga dakki bergandi. O'sha dakki menga juda ham bir og'ir botgan. Men undan to'g'ri xulosa qabul qilganman va o'sha fanni, biologiya fanini kechqurun bilan o'qib chiqib, uxlamasiga ertalab
o'sha keyingi darsida, ustozi darsida kim doskaga chiqadi savol javobga deganda men deb qo'limni ko'tarib chiqqanman. Hamma hayron qolgan. Deb. Chunki men 3 bahoga o'qirdim o'sha biologiya fanida. Keyin ustoz savol berdi. 5 ta savolga javob bersang 5 baho, 4 taga javob bersang 4 baho. Keyin sinfdoshlarim savol berishni boshladi. Men o'sha paytda hamma savollarga javob berdim. Savollar soni 10 tadan oshib ketdi. Hammasiga javob berdim. Keyin 3 baholar ketidan 5 baho olganman. Men o'sha maktabdagi eng qiziq voqealardan biri men hayotimda shu deb hisoblayman va o'sha ustozimdan juda ham men minnatdorman. Haligacha xursandman, ularni ko'rib turaman, hurmat qilaman, eslab turaman. Chunki o'sha qanaqadir o'sha fanni o'qishga menga turtki bo'lgan ustozim. Siz ta'lim sohasida juda ham tajribali va malakali insonsiz. Lekin sizni bu ta'lim sohasiga nima undadi? Ta'lim sohasiga men to'g'risi informatik, matematik bo'lganligim uchun aynan men 2010-yil o'sha Guliston davlat universitetini bitirganimda kompyuterlar Pentium 4 avlodlari aynan o'sha paytda ko'p rivojlanib taraqqiy etish boshlaganda. Aynan umumta'lim maktablarida hali unaqa zamonaviy kompyuterlar yetib kelmagan edi. Men o'sha o'qituvchilik paytimda oldingi eski kompyuterlar foydalanardik. Keyin 1 yil o'tib 2011-yildan boshlab demak umumta'lim maktablariga zamonaviy kompyuterlar kelish boshladi. Men o'shanda o'quvchilarga shu kompyuterni o'rgatish o'zimda shunaqa bir tushuncha paydo bo'lganda, o'quvchilar kompyuter o'rgansin, o'zlari o'sha matnlarni yozib o'zlari chiqarsin, umuman olganda fleshka, disklar bilan ishlashni o'rgansin, kompyuterga kirib muloqot jarayonlarini bo'lsin degan tushuncha menda bor edi. Shu institutda o'qib yurgan paytimda mana shu sabab bo'lgan. Masalan, siz bizning ustozimizsiz va bizda ham juda ham ko'p ustozlar bo'lgan. Siz shu yoshingizgacha sizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan, namuna bo'la olgan ustozlaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Albatta, avvalambor meni ustozim bu dadajonim bilan onajonim hisoblanadi. Ular menga doim to'g'ri yo'l ko'rsatishgan, to'g'ri maslahatlar berishgan. Ular meni haqiqiy ham ustozim, ham do'stim hisoblanadi. Dunyoda yagona do'stlarim shu ota-onam bo'ladi. Undan keyin oladigan bo'lsak, birinchi sinfda shu bizga dars bergan ustozimiz rahmatli Xolbopa meni birinchi ustozim hisoblanadi. Aynan biza o'sha lotin alifbosiga o'tish davrida bizaga o'sha ustozlik qilgan Xolbopa ustozimiz bo'ladi. Rahmatli, joylari jannatda bo'lsin. Va direktorlik sohasiga keladigan bo'lsak, Normatov Nosir aka rahmatli ustozim, Sharimboyev Akbar aka rahmatli ustozim. Mana shu ustozlar, Rahmedov Muhsin aka umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu ustozlarim menga o'sha direktorlik yo'nalishida o'sha ustozlarimdan ko'p narsa o'rganganman. Lekin ustozlarimni bitta anaqasi bor edi, o'rgatmasdi. Buni bunday qil demasdi. Lekin men shular orqasidan ergashib yurib, o'shalar bilan birgalikda ishlab, ularni qilgan ishlaridan kerakliklarini o'zimga olardim va shu bo'yicha o'z ustimda qayta ishlab, o'sha narsani jarayonga tatbiq etardim. Direktorlik sohasidan oldin qanday lavozimlarda faoliyat yuritgansiz? Direktor bo'lmasimdan oldin albatta universitetni tamomlagandan so'ng informatika va matematika o'qituvchisi lavozimida ishlaganman. Yaxshi. Har bir insonning o'z kuni bo'ladi, har bir lavozimning ham o'z burchlari, huquqlari bo'ladi. Sizni direktor sifatida kuningiz qanday o'tadi? Maqsad bo'ladi. Maqsadni ertalab qo'yib, o'sha kun davomida shu maqsadga erishish uchun harakat qilaman. Albatta ertalab o'quvchilarimni hamda o'qituvchilarimni ko'tarinki kayfiyatda kutib olaman. Shu bilan dars jarayonlari boshlanadi. O'sha keyin masalan maqsad qo'ysam, masalan deylik bugun qanaqadir bir o'quvchilar bilan suhbat qurish
men juda yaxshi ko'raman. Har bitta o'quvchi bilan gaplashib, ulardagi qanaqa vaziyat borligini aniqlashni juda yaxshi ko'raman. Chunki u o'quvchi da qanaqadir bir ilm olishda, dars faollik ko'rsatishda qanaqadir muammolar yuzaga keladi. O'sha muammolarni men bilgim keladi. Bilib, keyin o'sha fan ustozini chaqirib, mana shunday muammoni mana bunaqa qilib yechaylikni birgalikda shu ustoz bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Keyin mana shunday tartibda ishlansa, o'sha o'quvchida ham o'sha bilim olishga ko'nikma paydo bo'ladi, hosil bo'ladi. Va albatta o'quvchi uchun, o'qituvchi uchun ham yaxshi natija bo'ladi. Yaxshi. Hayotda ko'pchilik qaror qabul qilishga qiynaladi. Siz qarorlarni qanday qabul qilasiz? Albatta, agar oilaviy qarorlar bo'ladigan bo'lsa, albatta dadajonim, ayajonim bilan birgalikda o'ylab qaror qabul qilamiz. Maktabda bo'ladigan bo'lsa, har qanday qanaqadir bir yaxshi ishlarimi yoki muammoli vaziyatlarim bo'ladigan bo'lsa, qarorni birdan chiqarishni uncha xush ko'rmayman. Albatta uni atroflicha o'rganib chiqaman, atroflicha o'rganib, o'rinbosarlarimni, o'sha muammoga aloqador bo'lgan shaxslarni, o'qituvchilarni yoki bo'lmasa bir o'quvchilarni chaqirib, har tomonlama eshitib, aytadiku, sabr qilish kerak-da, sabr bilan eshitib, keyin qaror qabul qilaman. Albatta o'rinbosarlarim, o'qituvchilar bilan ularni fikrlarini eshitgan holda bitta bir to'xtamga kelib, keyin qaror qabul qilaman. To'g'ri. Haqiqiy lider boshqalarning fikrini eshitadi. Dunyoda ikki narsa bor. Har kimning rivojiga, muvaffaqiyatiga turlicha ta'sir qiladi. Muvaffaqiyat kaliti hisoblanishadi. Intizom yoki motivatsiya. Qaysi birini muhimroq deb o'ylaysiz? Men albatta har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, men bu albatta o'zimni fikrim, masalan maktab sohasimi yoki bo'lmasam umuman bir boshqa jamiyatimizni boshqa sohalari bo'ladimi? Albatta birinchi o'rinda intizom bo'lishi kerak deb hisoblayman. Intizom bo'lgan joyda albatta mas'uliyat bo'ladi. Intizom qanday paydo bo'ladi? Qanday uni masalan yaratiladi? Intizomni yaratish uchun o'sha yaratayotgan inson albatta tarbiyali inson bo'lishi kerak bo'ladi. Tarbiyali inson, bilasiz, tarbiyani oilada, ota-onadan oladi. Har qanday shaxs. Ana shu oilada olgan bir go'zal tarbiyasi orqali intizom rivojlanadi. Intizom joyida, tartibi bilan ketadi. Va albatta o'z-o'zidan mas'uliyat bo'ladi. Mas'uliyatni inson o'ziga olsa, har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar u albatta 100% samarasini beradi. Ana endi intizom, mas'uliyat bo'lgandan keyin motivatsiyani mas'uliyatli, intizomli inson o'zi qidirib topadi. U xoh badiiy kitoblarda, ijtimoiy tarmoqlarda, ustozlaridan, o'quvchilaridan, kerak bo'lsa o'quvchidan ham ustoz motivatsiya olishi mumkin. Chunki o'quvchilarda ham qanaqadir yashirin g'oyalar, fikrlar bor. To'g'ri. Sizning maktabingizni, ya'ni bizning maktabimizni boshqa maktablardan ajratib turadigan jihati nimada? Albatta bu yerda iqtidorli o'quvchilar o'qiydi. Men umumta'lim maktablarini ham maqtayman, chunki o'sha yerda dars berayotgan ustozlarning shogirdlari mana shu yerga imtihon asosida kirgan. Albatta o'sha umumta'lim maktablarda faoliyat ko'rsatgan rahbarlari, o'qituvchilariga ham men hamisha minnatdorchilik bildirib kelganman. Ular ham yaxshi. Bizni farqimiz shundaki, bizada shu o'qitish tizimida farqlarimiz bor. O'qitish tizimimizda farqlarimiz bor. Ustozlarga qo'yilgan talablarimizda farqlar bor. Umuman olganda biz hammamiz bir vatan, bir davlatning farzandlarimiz. Lekin mana shu aynan ixtisoslashtirilgan maktabda o'qitish tizimida tubdan farq qiladi qolgan maktablarda. Men farqi shunday deb o'ylayman. Albatta bu zamonaviy bino hozirgi kunda mana prezidentimizni
tashabbuslari bilan maktablarimiz etapma-etap, bosqichma-bosqich bundan ham ixtisoslashgan maktablardan ham go'zal bir holatga keltirilyapti. Zamonaviy sharoitlar yaratilgan holatlarga kelinyapti. Albatta bunga biz maktab direktorlari, fan o'qituvchilari mas'uliyatni ikki hissa his qilgan holda biz maqsad sari o'quvchilarimizga to'g'ri, aniq bilimlar berib, ularni jamiyatimiz uchun kerakli bo'lgan malakali kadrlar deb yetishtirishimiz kerak deb hisoblayman. Maktab madaniyatini qanday yaratasiz? Maktab madaniyati albatta intizom asosida maktab madaniyati yaratiladi. Intizom men uchun bir qandaydir asosiy bir hayotimdagi bir asosiy bir bo'g'in deb hisoblayman o'zim hayotimda. Madaniyatni albatta me'yor hujjatlar asosida madaniyatimizni shakllantirib boramiz. Madaniyat o'zi yaratilgan, lekin o'sha odob, axloq qoidalari bor, ichki tartib qoidalari bor. Mana shu me'yoriy hujjatlar asosida va albatta intizom asosida maktabning madaniyati yaratib boriladi. Sizni o'z ustozlaringiz bo'lgan va shogirdlaringiz ham bo'lgan albatta. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat qanday bo'lishi kerak? O'quvchi o'rtasida munosabat avvalambor masofa bo'lishi shart. Joyi kelganda ustoz o'quvchiga qattiqqo'llik qilish kerak. Joyi kelganda ustoz o'quvchiga ham mehribon ustozlik qilish kerak, yaqin bo'lish kerak. Joyi kelganda masofani saqlay olish kerak. To'g'ri. Eng muhim qadriyatlar nimalar? Eng muhim qadriyatlar bu men uchun inson qadri deb hisoblayman. Har bitta insonni qadri men uchun muhim. Men shuni qadriyat deb hisoblayman. Masalan, u o'quvchi bo'ladimi, ustoz bo'ladimi, olinkim ko'chadagi bir shofyor bo'ladimi yoki maktabdagi masalan deylik texnik xodimlar bo'ladimi yoki bir farrosh o'qilarimiz bo'ladimi, har bitta insonni qadri men uchun muhim. Sizni shogirdlaringiz ko'p bo'lganini hisobga olgan holda eng esda qolarli o'quvchingiz kim bo'lgan? Esda qolarli, to'g'risini aytsam, to'g'ri aytdingiz. Judayam ko'plab shogirdlarim bor, o'quvchilarim bor. Albatta. Quvonarlisi, meni bir paytlar ularga dars berib direktorlik qilgan o'quvchilarim institutlarni bitirib, hozirgi kunda menga oldimga kelib ishlayotgan ustoz sifatida ishlayotgan o'quvchilarim ham bor. Albatta men 23-maktabda birinchi faoliyatimni boshlagan paytimda, direktorlik faoliyatimni, u maktab 67-yil qurilgan o'zi, lekin o'sha 2012-yilgacha birorta fandan bir olimpiadalarda tumanda kuchli 10likka kirmagan maktab edi. Ana shu payt sababi juda ham bir chekka joyda joylashganligi uchun, qishloqning bir chekka joyda joylashgani uchun kadrlar yetishmas edi. Ana shu yerda biz kadrlarni ko'paytirdik, olib keldik va albatta olimpiadada, fan olimpiadalarida birinchi o'rinni olishimiz kerak degan maqsadda o'qituvchilar bilan qo'ydik. Shug'ullandik, darsdan keyin shu 4gacha, 5gacha o'quvchilar qolib ketardi. Ustozlar bilan o'zim harakat qilaylik deb, keyin esa Murodjon degan o'quvchimiz tarix fanidan tumanda birinchi o'rin oldi. 9-sinf o'quvchisi. Bu juda ham bir katta bir o'sha payt voqea bo'ldi, o'sha qishloq aholisiga, o'quvchilar o'rtasida, ustozlar o'rtasida. Ana shu esda qolarli bir voqea bo'lgan o'sha o'quvchim. Sababi oddiy oilada tug'ilib o'sgan o'quvchi edi. Faqat shu izlanardi, o'qiyman deb harakat qilardi. Hozirgi kunda o'sha o'quvchim demak 11-sinfga o'tganda ham o'sha tarix fanidan yuqori o'rinlarni egalladi. Respublika bosqichida hozirgi kunda o'sha oliy ta'lim muassasasini bitirib, davlatimizga xizmat qilib faoliyatini olib bormoqda. Bilasizki, o'quvchilar turli xil muammolarga uchraydi. Bu o'quvchilarda eng ko'p uchraydigan muammo nima va ular bilan qanday shug'ullanasiz? O'quvchilarda eng ko'p uchraydigan muammo
aynan o'sha fan deylik bir kimyo fani yoki bo'lmasam bir informatika fani bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ana shu yerda parallelniy topshiriqlarni, ya'ni parallel topshiriqlarni vaqtida bajara olmaydi. Chunki o'zini o'sha vaqtda qilish kerak bo'lgan ishini boshqa bir narsaga sarflab qo'yadi. Deylik bir o'yinga, bir futbol yoki bo'lmasa voleybol, qanaqadir bir boshqa joylarga sarflab qo'yadi. Natijada o'sha parallelniy kelib qolgan topshiriqlarni vaqtida bajara olmaydi. Keyin bahosi tushib ketadi, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'quvchilarda ko'p uchraydigan muammo mana shu. To'g'ri. Demak, men aytmoqchimanki, har bitta o'quvchi va har bitta o'qituvchi o'zini kun tartibini doimiy bir reja asosida tartibga solib, o'sha tartib bo'yicha bajarib borsa, har qanday muammolar, har qanday vaziyatlar, muammoli vaziyatlarni bartaraf eta oladi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga qanday undaysiz? O'quvchilar mustaqil fikrlashga bu juda ham bir eng dolzarb muammoli savol hamda muammoli vaziyat bu. Har bitta o'quvchilarni fikrlashga undashda albatta men ko'proq uchrashuvlar tashkil qilishni yaxshi ko'raman. Mana o'quvchilarni fikrlashga undash bo'yicha prezidentimizni tashabbuslari bilan fan akademiklari, professor o'qituvchilari, ya'ni oliy ta'lim muassasasida ishlayotgan akademiklarni umumta'lim maktablariga, ixtisoslashgan maktablariga borib, o'quvchilar bilan suhbat o'tib, ularga dars o'tib berib, ularga shu motivatsion g'oyalarni, motivatsion fikrlarni berish bo'yicha alohida ko'rsatma bo'lgan. Albatta, ixtisoslashgan ta'lim muassasasi agentligi bizning tegishli buyrug'iga asosan biz maktablarda ham demak professor fan o'qituvchilar biriktirilgan, kuchli, taniqli, atoqli insonlar kelishi rejalashtirilgan. O'sha jadval asosida bu davom etib kelyapti. Men o'quvchilarni fikrlashda albatta o'sha kuchli insonlarni ko'proq uchrashtirishni kerak deb hisoblayman. Va albatta men mana shu maktabda bir tizim joriy etganmiz. O'rinbosarlarim, o'qituvchilarim birgalikda. Ya'ni qanaqa tizim? Bir oyda bitta o'quvchi kamida bitta yoki bo'lmasa ikkita kitob, badiiy kitob o'qish kerakligi yo'lga qo'yilgan va bu har oyda reyting tahlil qilib boriladi. Ko'proq kitob o'qigan insonda fikrlash qobiliyati ancha yuksaladi. Kitob o'qish bu har doim kerakli va asosiy bir jarayon deb hisoblayman. Kitob o'qigan insonni fikrlash, dunyoqarashi terang, keng bo'ladi. Eng namunali o'quvchi siz uchun qanday xususiyatlari? Eng namunali o'quvchi albatta xususiyatlariga keladigan bo'lsak, u albatta birinchi navbatda tashqi ko'rinishi, odobi va albatta uni so'zlashish madaniyati va tartib bilan doim maktabga kelishi, fanlarni o'zlashtirishi men uchun eng bir tartibli o'quvchi deb hisoblayman. Doimiy imtihonlar bo'lishi, nazariy imtihonlar o'quvchining haqiqiy bilimini o'lchaydimi? Albatta, nazariy imtihonlar o'quvchilarimizni bilimini o'lchaydi, lekin amaliyotdagi olingan o'sha bilimlar ularni kreativniy fikrlashga ko'rsatib bera oladi. Kreativniy fikrlab, qanaqadir o'sha nazariy olgan bilimlarni, kreativniy fikrlab g'oyalarni vujudga keltira olgan o'quvchi, demak, o'sha maqsadiga erishgan o'quvchi deb hisoblayman. Nazariy bilim o'quvchilarimizni shu bilim darajasini belgilashda asosiy vositalardan biri hisoblayman. Eng kuchli pedagog xodimlaringizning asosiy xususiyatlari nimada? Eng kuchli pedagoglarimizning asosiy xususiyatlari albatta tartib intizomliligida, o'sha o'quvchilar bilan o'quvchilarni o'zini auditoriyasiga qamrab olishi va ularga muomala madaniyat bilan dars o'tishligi o'sha o'qituvchini men eng kuchli o'qituvchi deb hisoblayman. Chunki yaxshi so'zga hamma shaydo, yomon so'zdan hamma qochadi.
O'shaning uchun men o'qituvchilarim, mana shu yerda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarim hammasi juda kuchli o'qituvchilar, bir teran fikrlaydigan, kreativniy fikrlaydigan o'qituvchilar. Chunki bu yerda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarimiz hammasi agentligimiz tomonidan tashkil qilingan o'sha 3 bosqichli hujjatlar topshirish, ya'ni onlayn ariza, ikkinchisi test bosqichlari, ya'ni o'z mutaxassisligi bo'yicha 70 va undan yuqori ball olgan o'qituvchilar va uchinchisi suhbat natijasiga ko'ra mana shu 3 ta bosqichdan o'tib kelgan eng kuchli saralangan o'qituvchilar bu yerda faoliyat yuritadi. Va albatta men o'qituvchilar bilan doimiy ravishda gaplashib, muloqot qilaman. Bundan maqsadim nima? Ana shu o'qituvchi qanaqadir bir muammoli vaziyatga kelib qolishi mumkin. Deylik, masalan, bitta sinfda 24 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, 22 tasida bir 80% natija, qolgan ikkitasi 70% natijada o'qituvchida bir ko'rsatishda muammo bo'lishi mumkin. Ana shu yerda ular bilan qanday ishlash kerakligi bo'yicha o'qituvchi bilan fikr almashaman va to'g'ri yo'lga olib borishni xohlayman va bajaraman. Siz o'quvchilarning motivatsiyasini oshira olasiz, lekin o'qituvchilarga kelganda qanday buni qilasiz? O'qituvchilarga kelganda albatta o'qituvchilarning ham oilasi bor, farzandlari bor. O'qituvchi ertalab masalan maktabda bo'ladi, ish vaqti tugagandan so'ng uyda bo'ladi. Umuman olganda o'sha o'qituvchimizning bir kunlik vaqti, umri mana shu maktabdagi o'quvchilar bilan berish bilan o'tadi. Va men ularga hazil mutoyiba so'zlar aytib kayfiyatini ko'tarishni xohlayman. Maqsadni qo'ygandan keyin uning natijasi qanaqa bo'lishligini ularga ko'rsatib tushuntirib beraman, ularni qiziqtiraman. Va albatta ular kuchli o'qituvchilar, o'zini mutaxassisligi bo'yicha doimiy ravishda o'zlarini ustida ishlab kelishlarini aytaman va talab qilaman. Har xil madaniy tadbirlarni tashkillashtirishda mana ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bilan birgalikda mana shunaqa madaniy ma'rifiy ishlarni tashkillashtirib, o'qituvchilarni shu ozgina bo'lsa-da hordiq olishiga harakat qilaman. Chunki inson o'z ustida ishlagandan keyin doimiy ravishda albatta unda toliqish paydo bo'ladi. Insonda shu toliqishni bartaraf etish yo'llarini, masalan, muzeylarga sayohat yoki bo'lmasa mana yaqinda biz borib keldik jamoamiz bilan Islom sivilizatsiya markaziga. Juda ham bir ajoyib, odam bir boshqacha bo'lib keladi o'tga borgandan keyin. Mana shunaqa tadbirlarni tashkillashtirishni yaxshi ko'raman. Bizga bir narsa juda ham qiziq. Agar siz bir kunga yana o'quvchilik davringizga qaytib qolganingizda, qaysi fan siz uchun eng qiyin bo'lgan bo'lardi? Albatta men uchun eng qiyin fan menimcha shu kimyo fani bo'lar edi. Chunki kimyoni bilish uchun matematika fanini mukammalroq darajada bilish kerak. Kimyo fani men uchun qiyin fan bo'lgan bo'lardi. To'g'ri. Hozirgi va oldingi ta'lim tizimidagi farqlar qanday? Oldingi ta'lim bilan hozirgi ta'lim tizimida farqlar biza yangi O'zbekiston farzandlarimiz, yangi O'zbekistonni bunyod etayotgan davrda yashayotgan ustozlarimiz, o'quvchilarimiz. Hozirgi paytda mana butun jahon ta'lim standartlari bor. Har bir davlatning o'zining ta'lim standartlari bor. Va albatta bizda ham bu narsa mana oxirgi 5 yilda qayta ko'rib chiqilib, mukammallashtirilib, kerakli o'zgartirishlar kiritilib, ta'limni o'sha bir tizimga qo'ydik. Ya'ni biz ixtisoslashtirilgan maktablar yuzasidan aytaman. Ta'lim tizimi shundayki, albatta o'quvchida natijadorlik emas, o'quvchida o'sha kreativniy fikrlashga undaydigan ta'lim tizimi hozirgi ixtisoslashtirilgan maktablar tizimi o'quvchilarni kreativniy fikrlashga undaydigan. Va albatta faqat sertifikat olib natija emas, o'quvchilardagi o'sha yashirin g'oyalar bor, ixtirolar bor. Mana shu hozir bizning tizimimizda mana shu ixtirolarni, yashirin g'oyalarni
o'sha biza olib chiqishimiz kerak. Masalan, deylik, oddiy mana osh tuzi bor, osh tuzidan bilamiz natriy xlor, o'sha kapelnitsa deymiz. Kapelnitsa qiladiganga ishlatiladi. Bir o'quvchimiz ustoz bilan birgalikda demak aytdilar, ustoz dedi, mana shu bitta osh tuzi 5000 so'm turadi pachkada. Mana shundan dedi 4000 dona dedi kapelnitsa mahsulotini chiqarsa bo'ladi dedi. Qarang, 5 millik tuzdan 4000 dona. U 4000 donani masalan deylik 5000 so'm bo'lsin bitta kapelnitsa yoki bo'lsin 4000 so'm yoki 2000 so'm bo'lsin, u 4000 donasi qancha pul bo'lib ketadi. Mana shunday bir fikrlar, uyg'unliklar bor. Hozirgi paytda ta'lim tizimini mana shunday isloh qilib biza yuqorilarga o'quvchilarimizni chiqarishimiz kerak. Yaxshi. Sun'iy intellekt hozirda juda ham rivojlanib ketmoqda. Sun'iy intellekt ta'lim rivojiga hissa qo'shyaptimi yoki xavf tug'diryaptimi? Sun'iy intellekt har bitta insonni sun'iy intellektdan foydalanishda o'zini nima desam ekan, aql zakovatiga bog'liq. Undan unumli foydalanish ham mumkin, zararli foydalanish ham mumkin. O'shaning uchun insonni shaxsga bu narsa ko'proq bog'liq. Men sun'iy intellektni albatta qo'llab-quvvatlayman. Hozir ta'limga bu o'ziga yarasha bir yaxshi taraflari ham ko'rinib kelmoqda. Maktabimizda yaratilayotgan zamonaviy texnologik sharoitlar haqida fikringiz qanday? Barchamizga ma'lum, biz maktabimizda demak hozirgi kunda texnologiya yo'nalishi, o'sha texnik vositalar yo'nalishida aytiladigan bo'lsak, 100% har bir sinfimizda o'sha zamonaviy elektron doskalar mavjud. Robot texnika, informatika, umuman boshqaruv tizimlarida eng so'nggi rusumdagi kompyuterlar mavjud, internet tezligi, umuman olganda juda ham bir ko'plab shart-sharoit qulayliklar mavjud. Kitob va sun'iy intellekt qaysi biri muhimroq siz uchun? Kitob muhim. Kitob muhim. Chunki mana biz o'qigan paytda, masalan, matematika fanini oladigan bo'lsak, biza o'sha o'qigan paytimizda bunaqa internet yoki boshqa degan telefon, telegram degan narsalar bo'lmasdi. Lekin biz o'sha kitob o'qirdik, o'sha formulalar orqali matematikada misollar yechardik ustozlar bilan birgalikda. O'sha paytda izlanib, o'rganib, yechimi chiqmasa boshqacha yo'llar bilan yechib, formulalarni, kitoblarni izlanib, o'sha mavzularni boshqa kitobda o'qib, o'rganib, biz o'sha mashg'ulotlarni qilardik. Lekin buni qarangki, o'sha paytdagi matematika hozir ham shu matematika, o'zgarmagan. O'sha paytdagi formula ham hozirgi paytdagi o'sha formula bir xil. O'shaning uchun men o'ylayman, o'sha sun'iy intellektdan ko'ra ko'proq kitob o'qish kerak deb hisoblayman. Chunki kitob o'qiganingizda uni mazmun mohiyatiga ichiga kirib ketasiz. Sizni o'sha fikrlash dunyongizda, olamingizda o'sha narsalar tasavvuringizga keladi. Ongingizda tasavvuringizga keladi o'qigan narsalaringiz. Sun'iy intellektda yaxshi. Sun'iy intellektda tezlik bilan ko'rish mumkin o'sha narsani. Jarayonni tezlik bilan ko'rish mumkin, hokazo. Kitob o'qiganingizda baribir insonda boshqacha ma'naviy ozuqa hosil bo'ladi. Maktabimiz yangi ochilganiga qaramasdan juda tezda rivojlandi va bu maktabimizni 5 yil ichida qanday ko'rasiz? Men albatta yil boshida sentyabr 2025-yil sentyabrda bir yaxshi bir maqsadlar, niyatlar qilib, rejalar tuzgandik o'qituvchilar bilan. Xudoga behisob shukr qilaman. Albatta agentligimiz nazorati ostida biz hozirgi kunda juda ham ko'plab yutuqlarga erishdik. Buni soni juda ham ko'p. Olimpiadalarda, umuman olganda o'sha fanlar bo'yicha sertifikatlar olishda, umuman olganda yutuqlarimiz yomon emas deb hisoblayman. Albatta men 5 yildan keyin shu maktabimizda bu yilgi bitiruvchilarimizda yoki bo'lmasa keyingi yil bitiruvchilarimizda mana shuni aksini men ko'raman. Xudo xolasa ko'ramiz ustozlar bilan birgalikda. Albatta ular o'sha o'zlariga maqsad qo'ygan oliy dargohlarni bitirishadi. Umuman olganda davlatimizda, jamiyatimizda yaxshi yetuk kadrlar bo'ladi. Maktabimizni 5 yildagi umuman bir natijasi
nasib etsa o'sha paytda ko'ramiz. Men o'ylaymanki, xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'lgan o'quvchilar chiqadi, xudo xohlasa. Biz shunga maqsad qo'yganmiz. Xalqaro fan olimpiadalarida ishtirok etib g'olib bo'ladigan o'quvchilar chiqadi deb biz hisoblaymiz va shu maqsad sari intilamiz. Ha, aziz tomoshabinlar, bugungi suhbatimiz mazmunli bo'ldi deb umid qilamiz. Sizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ustoz, o'quvchilarga aytadigan yakuniy so'zingiz bormi? Albatta bor. Hurmatli aziz o'quvchilar, men xohlardimki, bir narsani esingizdan chiqarmang. Uyingizda siz ota-onangiz kutib o'tirmoqda, ya'niki meni farzandim mana shu maktablarni a'lo baholarga bitirib, institutlarga kirishni va albatta kelajakda yaxshi kadr bo'lishini har bitta o'quvchini ota-onasi umid bilan kutib o'tiradi. Shuni umid bilan kutib o'tirgan ota-onangizni hech qachon esdan chiqarmang. Albatta ilm, bilim olishda biz ham ustozlar bilan birgalikda yakdillik bilan doimiy ravishda sizlarga yordam berib, ko'maklashib harakat qilamiz. Va albatta kitob o'qishni hech qachon kanda qilmang. Vaqt ajrating. Kuniga yarim soat, 1 soat vaqt ajrating. Kitob bu insonni teran fikrlashga o'rgatadigan asosiy boylik hisoblanadi. Sog'-salomat bo'linglar. Podkastimizdagi ishtirokingiz uchun tashakkurlar. Sog' salomat bo'ling. Podkastimiz haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.